Zo'r bo'ldi. O'rtoq ko'ngling xotirjam bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Mashinani arendaga olgandan keyin u normal bo'lib ketadi. Ishlari ham zo'r bo'lib ketadi. Voy, arenda deganingga bugun qanaqa kunligi eslaringdami? Qanaqa kun? O, kvartirani pulini beradigan kunimiz-u. Nima eslatib? Hozir arendatorimiz ham kirib keladi, vahima qilib, ana xuddi uy yonayotgan odamlarga o'xshab. Yo'qotdi. Yo'qotdi lekin pulni qilib bermasalaring bo'lmaydi. Yo'qotdi lekin qo'ying. Pulni qilib beriladi. Yo'qotdi aka, o'zingizni bosing. Xotirjam bo'lib gapiring. Ana. Ana. Batilak, o'tiring. Ha, o'tiring. Nima desalaring ham xotirjam javob beradi. Akam, choyda-chi aka? Choy o'rniga havo damlaganmisiz? Albatta. Choyda-chi aka? Toza havo baribir yaxshi. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Nima gap? Gap. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Uzr a? Bemalol. Shu bugun uyimiz yonadigan bo'lib. Qarang. Shunga bir kirib o'tay dedim-da. Qarang. Shu kech payt 5 larga shu pojarniy doktorlar aytib qo'yganmiz. Ayollarga 2 ga. Erkaklar. Erkaklarni birdan keyin bormasizlar. Bo'ldi. 1 soatcha o'tiriladi. Gurullab yonganda sekin fotiha qilib, keyin qarasam shu dasturxon tuzatish kerak, baribir qarash kerak-ku. Shu adasi boring bir gaplashing, shu arendator arendan pul bersa dasturxon qilardi. Shunga kirib o'tdi. Keldim. Arenda pulini bermasa-chi? Yo bermasa shoshmanglar, 5-10 minutdan keyin bersanglar ham bo'ladi. Beraverasizlar, agar bermasanglar o'rningizga odam tiqilib yotibdi. Shuni so'rachi. Doim shunaqa deb qo'rqitadi. Qarang, Hikmatullaga, faqat rostini ayting. Rostdan ham o'rnimizga odam bormi? Bor. Bor. Tiqilib yotibdi. Sizlar o'zi nima 3-parga bormadinglar hozir? Nimaga bormadinglar? Pastda bitta mujik bilan bitta qiz kutib turibdi. 2 soatda chiqib ketaman degan. Kirolmay turibdi. Bilasanlar? Nimaga darsga bormadilar? Aytdim, nimaga kechalari bosinqirab chiqyapti? Mana aytdim, nima shiramlar paydo bo'lib qoldi kechasi. Har nimaga darsga bormadilaring deyapman. Masalaga aytyapman, ha? To'xtang, kalitni qayerdan oldingiz? 8 ta yasatirib qo'yganman. 8 ta? Velkimi tagida bittasi turibdi. Podez kirishda ham qo'yib qo'yganman pochtan idishiga. Aytdim, nimaga ish turadi doim deyman. Nimaga bormadilar? O 3 oylik ekani kulda betlar qanaqa gullab yashnaydi bilasanlarmi? Mana bu kalyallar o'rtadagi turbani kim olib tashladi? Ha? Ko'rdingmi? Nima qildilaring? Kiryoyadigan turbani. $100 kim olganini ko'rdingmi? 100 ta odam yashaydigan bu yerda. Menga tuhmat qilasan. Kechirasizlar, vahma qilmalaring. Alo. Ha, onasi? Yonmagandir, yondimi endi? Videoga olib tashlang, gurullab yongandir. Mehmonlar kelmadi. Hikmatullaga, uy yonayotgan odam shunaqa bemalol gaplashadimi? Boring choping uyingizga. Vahma ketyapman. Kiring mana. Ko'rib oling. Bolalar 3-paraga ketgan. 2 soat bo'sh. O'tirib ko'ring. Yaxshimi? Yaxshi. Ha qara, 300 kam lekin. Nimaga? Men tez qilib tashlayman. 2 soatda chiqib ketaman. Men qara. Ko'ring oldin, ko'ring. 4 kvadrat kafil yopishtirish kerak. Nimasi qiyin buni? Bo'pti, oldin o'lchab keyin aytvoring, men pastda bo'laman. Bo'ldi. Kalitni velkimni tagiga qo'yib ketarsiz. Ha, bo'ldi. Alo, Masha. Alo, bagajdan rezinka qo'lqop olgindi? Ha, yonida kafilning kili turibdi. O'shani ham olgin, 4 kvadrat kafil chiqib qoldi. Urib ketinglar shuni. Bo'pti. Ha, sani bu o'zbekcha tushunmaydi o'yladi.